Gentrani Euro avtomatini kutayotgan akalarimiz uchun yaxshi narxda Gentra kelib qoldi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Sassanani qaranglar. Вообще zo'r ekan Sassanasi. Xo'p, mana salonlari xrom-kromkalar qilib qo'yilgan. Chexol taqib qo'yilgan, poliklari bor. Xudo xolasa mana salonlari. 1 Euro avtomat lyuksiz varianti. 3-pokoleniya gaz, Magic pult, CC monitorlari bor. Salonlari ham yaxshi, akkuratniy holatda ekan. Xo'p, shumkalari yo'q ekan. Tayyor minib yuradigan mashina. Hadovoylar yaxshi ekan, motor tortishlari yaxshi ekan, minib ko'rdik. Xudo xolasa kraskalari bor, o't-bitida narxiga yarasha lekin do'stlar. Shtrafiga tushganda vaqti-vaqtida to'lab yuramiz degan akalarimiz uchun do'stlar General Davis ham beriladi. 2015 293 ming probegda motor ishlashlari zo'r, hadovoylar yaxshi ekan. Kraskalarda ikkita krilo kapot, ichiga o'tmagan. Xo'p, ikkita parogada bor ekan, kalenkalarda bor ekan. Orqa bagajda ham ozgina joyida kraskasi bor ekan, lekin butun mashina ekan. Sizlar uchun $7,5 ming qo'yib beramiz. 2015 1 Euro avtomat. Bosinglar.